Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 24-darsimiz xush keldinglar. Oldingi soatlik darsimizda biz buvaqlarning fiziologiyalik taraqqiyoti haqida to'xtalgandik. Bu soatlik darsimizda boladan buvaygacha fiziologiyalik taraqqiyot haqida to'xtalamiz. Biz bu yaqinda asosan degidek har xil taraqqiyotlar haqida to'xtalamiz darslarimizda. Fiziologiyalik taraqqiyotdan keyin balkim aqliy taraqqiyotga o'tishimiz mumkin. Ijtimoiy munosabatlik taraqqiyot, masalan, bolalarninki, yoshlarninki, yashanganlarninki deganga o'xshash hamda taraqqiyotlar har xil bo'ldi. Buningdan keyingi bir qancha darslarimizda har xil taraqqiyotlar haqida to'xtalamiz inshaalloh. Dastlabki 20 yildagi fiziologiyalik nerv sistemasi va jinsiyat taraqqiyoti inson hayotidagi eng tez taraqqiy qilgan yillarni ko'rsatadi. Ya'ni inson tug'ilib 0 yosh vaqtidan 20 yoshga kirgichilik taraqqiyot masalan. Endi buningda eng boshdagi yillari dastlabki 4 yilgacha yoki 6 yilgacha nihoyatda tez taraqqiy qiladigan taraqqiyot bo'lsa, nerv sistemasining taraqqiyoti. Yani miyaning taraqqiyoti nihoyat tez taraqqiy qildi. Shunlashqa biz yangi tug'ilgandan maktab yoshiga kelgachilik bolalarninki miya sistemasi taraqqiy qilayotgan vaqt bo'lg'ashqa, biz bu vaqtda bularninki aqliy taraqqiyotiga foydali bo'lgan o'yinlarni o'ynash, ularga ko'p gapirib berish. Masalan, oldingi soatlik darsimizda hech nima ololmasakmi, o'yinchoq olib berolmasakmi, bir yalak olib borolmasakmi, qilib beralsak tag' yaxshi. Hech qilib berilmagan taqdirimizda hech bo'lmasa eng jiq gapirib berishninki mushlarning ichida eng unumlik va eng azon bo'lgan tarbiyalash usuli ekanligini o'rgandik. Ya'ni biz bu vaqtda ko'p gapirib berish orqali ularninki miyasining taraqqiyotiga to'kib qo'shishimiz kerak. Fizikalik taraqqiyot qaraydigan bo'lsak, dastlabki 4 yilda nihoyat tez bo'ldi. Yangi tug'ilgan bu vaqtdan 4 yoshga kirgichilik nihoyat tezlikda o'sishga boshlaydi. Yangi tug'ilgan bu vaqt 50 sm tug'ilgan bo'lsa, 4 yoshga kirgan vaqtda bola 100 sm ishib ketadi. Ya'ni 50 sm o'sdi 4 yil ichida deganga o'xshash. Ya'ni balkim ba'zi bolalar uningdan jiq o'sib ketadi. Mayli ig'irlik jihatdan bo'lsin, mayli bo'y o'sish jihatdan bo'lsin, mayli badandagi har xil a'zolarning, tashqi a'zolarning yug'inishi jihatdan bo'lsin, bu fizikalik taraqqiyot oldingi 4 yilda nihoyat tez bo'ldi. Undan keyin 4 yildan 12 yoshga kirgichilik taraqqiyot biroz ostilaydi. Ammo yana davomli taraqqiy qilib mangdi albatta. Bo'yimi to'xtamasdan o'sib mangdi. Lekin shu oldingi 4 yildagi tezlik bilan o'sishga qaragan chaqda o'sish sur'ati ostilaydi. Badan ig'irligi bo'lsin, har jihatdan asta-asta taraqqiy qilib mangdi. Ondan 12 yosh kirgandan boshlab 18 yoshgacha, ya'ni 12 yoshdan 18 yoshgacha dal balog'atga yetish davri edi. Ya'ni mushu davrda nurg'ulg'onlarimiz his qilamiz, "Voy, ajab birdillam odam bo'lib ketdi, birdillam cho'ng qiz bo'lib ketdi" deymiz. Shunga o'xshash nihoyat tezlik bilan o'sib ketadi. Grafikdagi seriq agir siziq dalmish balog'atga yetish davridagi tezlikni ko'rsatyotidi. Ko'rgan bo'lsanglar, keyindagi mush 12 yoshdan 18 yoshgacha nihoyat tezlik bilan o'sib ketadi bolalar. Badan ig'irligi nihoyat tezlik bilan ishishga boshlaydi. Shunlashqa agar biz bir bolaninki 0 yoshdan 4 yosh vaqtida uningki badan ig'irligi yoki bo'y o'sishi ancha ko'ngildagidek bo'lmay qolsa, masalan, tomoq talash har xil sabablar tufayli ko'ngildagidek bo'lmay qolgan vaqtida 12 yosh bilan 18 yosh aralığımı bir qitimli qaytadan o'sish davri. Nihoyat tezlik bilan o'sishga, garchi irsiy omil buning ichida bo'lgan taqdirdimi, irsiy omil cho'ng 1% ni egallagan taqdirdimi, lekin yanala masalan sut mahsulotlarini ko'p ichib berganda kalsiy to'liqlash orqali, undan keyin ko'ktat, meva bilan ko'proq yeb vitaminlarni yaxshi to'liqlab berganda, undan keyin tomoqni yaxshi tanlama yeb bergan vaqtida bu vaqtki bolalar zodi 12 yosh kirgan bola masalan bu sizga foydali bolam yang degan vaqtda ma'qul deb yeydigan bir taraqqiyotini biz kütümüz o'rnab oldin. Shunlashqa bu vaqtda bolalar yaxshi ozuqlanish orqali garchi irsiyat jihatdan unchalik darajada masalan bo'y o'samaydi deb o'ylagan bolalarning amaliyotda yaxshi ozuqlanish bilan yaxshi o'sganligi, normal yoki o'tir bo'ya, o'tirdimi egizrak olg'i kelganligini ko'ra olamiz. Ondan jinsiyat taraqqiyotimi dastlabki 12 yilda
azazdan naydi asta asasen naydi yo'q deyarlik taraqqiy qilib mangan bo'lsa 12 yoshdan 20 yoshgacha ya'ni 18-20 yoshlargacha bu taraqqiyot naydi tezlik bilan bo'ldi. Shuni his qilgan bo'lsak, mushu dal balog'atga yetish davri har xil fiziologik taraqqiyot olsun, jinsiyat taraqqiyotining bo'lsin, naydi tezlik bilan taraqqiy qilayotgan, hormonlarning naydi ko'plik bilan ajralib chiqarayotgan bir vaqt o'g'ashqa badandagi bu o'zgarishlarninki bolaning psixikasiga ta'sir ko'rsatishi muqarrar. Şunlaşqa bu davrda ham har xil bolalarda har xil psixikalar bo'lish, psixikasining o'zgarishi deganga o'xshash har xil ishlar ota-onalarning beshini qatirdi. Shunga bu omillarni cho'qim ko'zimiz ko'rish kerak. Ya'ni bolada bir o'zgarish bo'layotdi. Biz o'zimizmi bir yerlarimiz ishib qolsa bir kun beyaram bo'lib qolganimizga o'xshash bola tezlik bilan cho'ng'ayotdi, tezlik bilan o'syotdi. Badandagi har xil jinsiy organlar bo'lsa, har xil organlarda taraqqiyot yuz beryotdi, hormonlar ajralib chiqaryotdi deganga o'xshash munda bir hodisalar yuz berayotganda bolada har xil o'zgarishlar bo'ldi. Shu bu vaqtda endi biz bolaga qanday yordam qila olamiz? Uning bu davrda o'zini qabul qilishi, o'zini yaxshi yetaklay olishiga biz qanday yetakchilik qila olamiz degan nuqtalar haqida kitoblarni cho'qim o'qib berishimiz kerak deb qarayman. Fiziologik jihatdan inson hayotidagi oldingi 20 yilninki bir qancha bosqichlarga bo'linishi bo'ldi. Biz faqat fiziologik jihatdan to'xtalamiz bugun. 0-2 yoshgacha bu vaqtlik davri, 2-6 yoshgacha bolalik davri, 6 yoshdan 12 yoshgacha o'smirlik davri va 12 yoshdan 18 yoshgacha balog'atga yetish davri deb ayiramiz va mushuning bilan biz har xil davrlardagi taraqqiyotlarni ko'zdan kechirib chiqa olamiz. Balog'atga yetish davridagi fiziologik taraqqiyot boy deganimizdek 12 yoshdan 18 hatto 20 yoshgacha balog'atga yetish davri bo'ldi bolalarda. Endi qiz o'g'illardagi farqliq bo'ldi. Qizlarda balog'atga yetishga baldur kirganlik uchun qizlar 2 yil baldur kirganlik uchun hatto ba'zi qizlar masalan 12 yoshi bilan balog'atga yetish davriga kirgan bo'lsa, o'g'illarda 14 yoshni saqlashimiz mumkin deganga o'xshash. Shunga masalan qizlar baldur kirganlik uchun baldur bo'yi o'sib ketadi va o'rta okullarda qarasak, qizlarning bo'ylari o'g'illardan egiz bo'ldi. Lekin to'liq o'tirg'i chiqqanda qarasak, asosan o'g'illarning nihoyat tezlik bilan o'sib, nihoyat egiz bo'lib ketganligini ko'ramiz. Buningdagi farq shu dal balog'atga yetish davriga keyin kirishdagi sabab bo'ldi o'g'illarningki. Keyin kirgan bilan ammo o'g'illarningki bo'yi qizlardan ko'proq o'sadi. Masalan, o'g'illarda 10 cm o'ssa, qizlarda 8 cm o'sishi mumkin. Qizlardami, o'g'illardami o'rtaq holda kilo sochdi, ammo qizlarda biz buningga bek diqqat qilishimiz kerak. Albatta, bu davrda bo'y o'syotdi, jiq-jiq yesin deb jiq tomoq beradigan ahvollar bor biz Uyg'urlarda, ammo biz tomoq bergan vaqtimizda to'g'ri o'syotdi, yaxshi jiq-jiq yeyish kerak, ammo buningki tarkibiga, buning oziqlik qimmatiga diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni to'xtamay shu non yoki karbonhidratni bekchiq yeb, energiyalik narsalarni bekchiq yeb, faqat samirishiga foyda qilib, ammo bo'y o'sishiga va aqliy quvvatining taraqqiyotiga foydasi bo'lmaydigan narsalarni jiq bersak, u chog'da biz bolani qaslab qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni chunki bu vaqtda kilosi shiddatli oshadi va nurg'un qizlarda kinoyat samirib ketganlik tufaylidan psixikasiga ta'sir etadigan, uningki o'zini o'zi yoki boshqalarni uni yaratmasligi, do'stlarininki uni simiz deyishi va o'zining o'ziga bo'lgan ishonchining tuvallab ketish sababidan ijtimoiy munosabatga ta'sir etadigan nurg'un ahvollar yuz berdi va bu vaqtda biz cho'qim yemeklikda diqqat qilishimiz kerak. Inshaalloh bu vaqtda ayrim dars qilib to'xtalamiz. Endi qisqacha qilib bersak, amal bor. Masalan, kalsiy yuqori bo'lgan sut mahsulotlarini ko'p berish orqali bu vaqtdagi bo'y o'sishining oltin davrini qo'lga keltirishimiz kerak. Undan keyin aqsil mol bo'lgan har xil turdagi go'shtlar bir xil emas. Masalan, kol go'shti, qo'y go'shti, to'xo go'shti, beliq go'shti degan o'xshash go'shtlarni aylantirib turib berishga diqqat qilishimiz kerak. Undan keyin sayko'ktat, meva-chevalarni ko'proq yeyish kerak. Ondan qizlarda masalan badanning ost taraflariga tuk chiqish, qo'ltiq osti degandek yerlarga tuk chiqish boshlandi. Ondan jinsiy organlar taraqqiy qildi, hormonlarda ish bo'ldi va odat kelishga boshlaydi. O'g'illardagi taraqqiyot bir qadar ko'p bo'ldi. Saqal burutlar chiqishga boshlaydi. Ko'krak va badan osti taraflariga, qo'ltiqning osti taraflariga tuk chiqishga boshlaydi. Muskullar taraqqiy qildi. O'g'illarning bekrak kuchli bo'lib ketayotganligini his qilamiz. Ovozi bo'mlashidi, permishlash boshlandi, jinsiy organlar taraqqiy qildi va hormonlarda ish bo'ldi. Bu hamda balog'at yetish davridagi bolalarga, qizlarga, o'g'illarga har xil taraqqiyotlarni ko'rgan bo'lsak, haqiqatan nurg'un jiq o'zgarishlarningki kelib chiqqanligini ko'ramiz va yana boshqa xil o'zgarishlar bor. Masalan, terininki yog'lashib ketish sababidan har xil hormonlarning egiz-bas bo'lishi deganga o'xshash yoki yemeklikka diqqat qilmaslik yoki irsiy sababli peshonasiga, yuzlarga don xo'rak chiqish bo'ldi.
qizlarda, o'g'illarda bu chiqish sabablikmi psixikasiga nurg'un ta'sirlar yetishi mumkin, ammo bularniki amaliyotda doktorlarda har xil choralar bor. Bu vaqtda biz teri kasalliklar doktorlarga ko'rsatib, shu danoxo'raklar chiqqanlar yo'q tuytalaydigan har xil marhamlar bor. Shunda marhamlarni olib bersak, inshaalloh dog' qolmasdan va tezlik bilan yo'qolib, bolaning psixikasiga bek ta'sir ko'rsatmaydi. Mendagi taraqqiyotga ilingan bu rasmni burun ko'rganda qilgan bo'lishinglar mumkin, chunki biz xumarov qilish darsimizda bu rasmni ishlatgandik. Bu haqiqatan rasmni ko'rsatilgandek dal balog'atga yetish davridagi bir yoshniki rasmi. Sol usti tarafdagi rasmga qarasak, qo'ng'ir rang taraf yana dal prefrontal korteks. Biz xumarov qilish darsida so'zildik. Balog'atga yetish davrida prefrontal korteksga butunlay yetilib bo'lmagan bo'ldi. Bolalarning va bu balog'atga yetish davrida bu prefrontal korteksningki taraqqiyoti asta-asta taraqqiy qilib va balog'atga yetish davri to'xtab, yoshlik davriga qadam qo'ygan vaqtda, quramiga yetgan vaqtda bu yer tamomlandi. Prefrontal korteksni deganimiz, ya'ni bir narsani tanlash, qaror berishni boshqaradigan o'rin bo'ldi prefrontal korteks deganimiz. Va bu o'rin tig'bak taraqqiy qilmag'achqa, shunga qarasak, balog'atga yetish davridagi bolalarningki bir kuni doktor bo'g'isi kelganligini, bir kuni naqshchi bo'g'isi kelganligini, bir kuni muxbir bo'g'isi kelganligini, qanday kino ko'rsa ya qanday bir xabar shu narsa bo'g'isi kelganligini his qilamiz. Chunki bek o'zgarib turdi. Buni bilan bolalarni ajab tutamon yo'qka, birdan manda bo'lma, birdan manda bo'lma deyotgansa, sen zodi nim bo'lsa bir narsa bulanmaydiganda qilib tursa, u bu deymiz. Amaliyotda bundoq bir ansirab ketishimizning hojati yo'q. Chunki bu davrda bolalarniki shu oldidagi peshonning ustidagi prefrontal korteksningki tig'bak taraqqiy qilib bulanmaganligi sababli bolalar qaror chiqarishda qiynalindi. Balog'atga yetish davridan keyin yoshlik davriga qadam qo'yamiz. Yoshlik davrida asosan degidek nurg'un taraqqiyotlar tamomlangan va to'xtagan davri bo'ldi. Odamlar masalan o'siyvermaydi. Biz kichik vaqtimiz shunda o'ylaydik. Masalan, o'siyverishi mumkin deb o'ylaydik, yo'g'onaverishi mumkin deb o'ylaydik, lekin amaliyotda yoshlik davriga kelganda mayli bo'y o'sish bo'lsin, har xil taraqqiyotlar biraqor tamomlanib, turg'unlik holatiga kelgan bo'lsa, endi 30 yoshdan keyin bu taraqqiyotlar asosan pastga qarab mangdi. Boy siziq ustiga qarab mangsa, endi pastga qarab mangdi siziq. Masalan, terida suv ozlash sababidan asta-asta ozlab qo'riq tushishga boshlaydi. Chash ozlashga, oqarishga boshlaydi. Bo'y uzunligi burun o'sgan bo'lsa, endilikda 3-5 sm qisqarishga boshlaydi. Endi bu yerda nihoyatda aniq bir qoida bor. Ya'ni ishlatmasang yo'qotsan qoidasi. Bu gerçi bir nazariy qoida, ammo nurg'un olimlar bu qoidani desteklaydi. Bu yerda masalan mayli miyamizda olsun, mayli badan quvvatimizni, kuch quvvatimizni bo'lsin, har xil iqtidorlarimizni agar ishlatmasak, yo'qotishga boshlaymiz yoki baldur yo'qotishga boshlaymiz. Aslida sal keyinroq kutadigan ba'zi bir yo'qotishlarningki nihoyat baldirib ketganligini, ba'zi kishilarningki 30 yoshdan keyin nihoyat kuchsiz, ojizlashib, bek qeyrib ketganligini, ba'zi kishilarning qarasangiz 70 yosh kirgandimi, yenilam 40-50 yoshlik odamlarga turganligini his qilasiz. Buning sababi ishlatmasang yo'qotsan qoidasi. Ya'ni masalan, biz miyamizni ishlatmay tashlab qo'ysak, kitob o'qishga, ilm olishga, davomli izlanib turishga ahamiyat bermay, bolalar deb shu peti yashab o'tib ketaversak, miyamizningki taraqqiyoti to'xtadi deganlik taqdirdimi, miyaningki har vaqt o'zini yangilab turadigan bir iqtidor bor. Ya'ni hujayralar o'zini yangilab turdi. Bu vaqtda agar miyamizni davomli ishlatib tursak, amaliyotda unchalik darajada galvanlashib ketmaydiganligimizni, unchalik darajada zamonning orqada qolmaydiganligimizni his qilamiz asli. Lekin ba'zi kishilarimiz masalan kitob o'qishni tashlab etadi, o'rganishni tashlab etadi, bir narsa haqida izlanishni tashlab etadi. Bu sababdan balkim nihoyat tezlik bilan zamonning keyinda qoldigan, davrning keyinda qoldigan degandek shundoq taraqqiyotlarni o'zi keltirib chiqardi. Fiziologik jihatga masalan shu badanni shiltib turmasak deganda, badan chiniqtirishga ahamiyat bermasak, ko'proq o'zimiz sirtlarga chiqib aylanib yoki nurg'un ishlar bilan mashg'ul bo'lib turmasak, badanimizda nihoyat og'ir kasalliklarning paydo bo'layotganligini, kuchimizning ojizlab qolayotganligini, palampaylardan burunqidek chiqolmayotganligimizni deganga o'xshash nihoyat ishtik tezlik bilan nacharlashayotganligimizni bayqaymiz. Shunga ishlatmasang yo'qotsan qoidasini hargiz unutib qolmaylik. Ya'ni biz davomli har xil iqtidorlarimizni ishlatmasak, yo'qotishga boshlaydigan davr shu 30 yoshdan keyin boshlandi.
Hattoki yoshlik davridan keyin ham boshlanishi mumkin. Ba'zi jihatdagi badanninki, iqtidorlarninki chekinishi hattoki yoshlik davridan boshlanishi mumkin. Endi yashaganlardagi nihoyatda ko'rinarli bo'lgan ikki xil o'zgarish bo'lsa, birisi shu ko'rish iqtidoridagi chekinish, yana birisi anglash iqtidoridagi chekinish. Ko'rish iqtidoridagi chekinishda yashaganlarning ko'pinchisi bo'lib o'ttirchi hisobla 65 yoshga kirgan yashaganlarda ko'zida har xil ko'rish iqtidoridagi chekinishni bayqaymiz. Ba'zilarning yaqinni yaxshi ko'rolmayotganligini, yaqinni ko'rish uchun bir ko'zoynakka ehtiyoj tushayotganligini, ba'zilarning ko'ziga oq tushganligini, ba'zilarning ko'zining ziyoda qurib ketganligi sababli boshqa bir ishlar bo'layotganligini bilamiz. Shunlashqa bu ko'rish iqtidoriga ahamiyat berishimiz, ko'zimizni asrashga va qanday qilsak ko'zimizning teg'im yaxshi bo'lganligiga izlanishimiz to'g'ri keldi. Endi anglash iqtidoridagi chekinishmi birsiga irsiy xarakterlik bo'lishi mumkin, yana birsiga agar yosh vaqtida izchil quloqlik bilan yuqori ovozda muzika anglab, yuqori ovoz bir narsalarni anglab ko'nib qolgan odamlarningki anglash iqtidoridagi chekinish nihoyatda yashangan vaqtida ko'rinarli bo'ldi. Shunlashqa mayli bir narsa anglayli yoki ko'rayli, ovozning bek yuqori bo'lib ketmaslikka, quloqlikni amal bor bek ehtiyojli bo'lmagan ahvol ostida uy ichida masalan uy ichida telefondan qo'yib anglag'il bo'lgan yo televizordan qo'yib anglag'il bo'lgan ahvol ostida quloqlikni taqamaslikqa sirtlarda ehtiyojimiz tushgan vaqtda taqib olsak bo'ldi. Lekin biz oldingi darslarimizda ko'p degan to'q yana quloqlik taqib olib sirtga chiqsak, sirtdagi muhitdan o'zimizni ayirib etgan bo'lamiz. Amaliyotda insonning bir qitim sirtga chiqishi, bir qitim ijtimoiy muhit bo'lishi, bir qitim sirtdagi muhitning o'zida bo'lishi bir psixikalik davolash jarayoni. Ya'ni depressionga qarshi omillarning birisi sirtqa chiqish. Ya'ni sirtqa chiqib, kayfiyatni yaxshilab, tabiat manzaralaridan huzurlanib, kishilar bilan paranjib, kishilarni kuzatish. Biz unda qilmay quloqlikning ichiga kirib ketsak, quloqlikning ichidan chiqayotgan muzika, quloqlikning ichidan chiqayotgan ovozlar bilan bo'lib ketsak, telefonimiz bilan bo'lib ketsak, sirtqa chiqsaqmi ijtimoiy munosabat yo'q, uyga kirsak da ijtimoiy munosabat yo'q. Bu chaqda psixikimizmi nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Inshaalloh keyingi darslarimizda mayli yashanganlar bo'lsin, mayli yoshlardagi bo'lsin, har xil ijtimoiy iqtidordagi taraqqiyotlar yoki aqliy iqtidordagi taraqqiyotlar haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz mishayichi bo'lsin. Hammalar o'zinglarni asranglar. Allohga omonat.